Odamzod dunyoda eng tinch, osoyishta joy qayer ekan deb tog'larga chiqadi, daryolarga boradi. Lekin dunyoda eng tinch joy qabristonligini doim eslab qolishmaydi, esdan chiqarib qo'yadi odam. Mana qabriston, o'tmishlarimiz, ota-avlod, ona-avlod, jamiki o'tmishdagi birodarlarimizni oxirgi qo'nim topgan joylari eng tinch, osoyishta joy. Sokinlikni qarang. Ko'proq fikrlash kerak. Havasga berilmasdan dunyoga boshqacha nazar bilan boqqan ma'qulroq deb o'ylayman. Shu yerda dunyoda manaman degan inson yotibdi. O'zini davrini daholari, buyuk insonlar, oxiratlari obod joylari jannatda bo'lsin, ikki dunyo saodatini bersin.